New Concept English Book 4 يېڭى İngiliz tili 4. kitap Lesson 33 33. ders Page 195 195. bet Sevimli savaşdaşlar biz bugün 33. dersning 195 ve 196. betlerdeki New Words and Expressions yeni sözler ve söz birikimleri hamda Notes on the Text tekst izahatını sözləyimiz. Aldı bilen yeni söz ve söz birikimlerini birlikte okup çıksak onun için düşündürsem. New Words and Expressions Adverse Purchasable Preacher Defendant Outlook Capacity Democratic Tribal Tribe Illiterate Compulsory Deem Means Hamper Savannah Juvenile Delinquency Undaqda savaşdaşlar yeni söz ve söz birikimlerini birlikte düşünüp çıksak. Birincisi adverse, ziyanlık, paydasız diyenine biz adverse deyimiz. Müsbət. Purchasable müsbət, purchasable sitib algılı bulunduğun. Preacher, dini vəz-nəsiyyət qılğıcı, dini vəz-nəsiyyət sözlüğü yani preacher deyimiz. Preacher. Defendant deganimiz ko'pincha shu sotlardagi javobgar, defendant javobgar. Outlook deganimiz nazar doirani outlook deymiz. Capacity sig'dirish iqtidori. Yani bir ma'nosi iqtidori deb ma'nosi bor. Sig'dirish sig'imchanligi, sig'dirish iqtidori deb ma'nosi bor. Democratic deganimiz demokratik yani democratic. Tribal qabila bilan munosabatlik yani qabilaning yani tribal deymiz. Tribe qabila. Illiterate savadsız. Compulsory mecburi mesela compulsory education sak mecburi ma'rif. Deem deganimiz qoidalik bil deb qaramaq. Means deganimiz vosita, usul, iqtidor deb ma'nosi bor. Iqtisodiy manba degan ma'noda keladi. Vosita, usul, iqtisodiy manba, iqtidor degan ma'noda means. Next one is hamper. To'sqinlik qilmoq. Qoidalik bil qadrli savoqdoshlar. Hamper, to'sqinlik qilmoq. Savannah deganimiz yaylaqni Savannah deymiz. Juvenile deganimiz o'smir bilan munosabatlagan, o'smirning degan ma'noda. Juvenile, sifat. Delinquency, jinoyat ko'pincha bu shu kichik bolalar o'tkazgan jinoyatni delinquency deymiz. Delinquency. Sevimli savoqdoshlar, read after me. Mana agishib yeni so'z va so'z birikimlarini qayta bir qitim o'qib chiqsanglar. Adverse Purchasable Preacher Defendant Outlook Capacity Democratic Tribal Tribe Illiterate Compulsory Deem Means Hamper Savannah Juvenile Delinquency. Notes on the text. Tekst izahatları. Cemi tut tekst izahatı var. Biz birlikte görüp çıksak. Birinci. Education with its cycles punctuated by textbooks. Yani marif with its cycles. Cycle gen aylanışçılığı. Aylanışı diyen gibi aylanışları. With its cycles, özünün aylanışları bilen, marif özünün aylanışları bilen, punctuated by textbooks. Textbook deganimiz derslik kitaplarga shu qoldurilish bilan degan punctuate degan gap asli
peş çikitlerini koyuş degan gap, amma yerda darslik kitoblarga qanaqa qilinish bilan qoldirilish bilan degan ma'noda. Number 2, so much is certain. So much is certain. Bu yergi ma'nosi nurg'un ishlar aniq, nurg'un ishlar bo'lsa aniq degan ma'noda. Number 3, be fashioned after. Ga asoslanib turib qanaqa qilingan? Fashioned, ya'ni bezalgan yoki yasalgan degan ma'noda. Fashion degan gap moda qilmoq degan gap, ga asoslanib turib moda qilingan demaymiz, ga asoslanib turib yasalgan degan ma'noda. Number 4, without a script. Script deganimiz yozma hujjatsiz, yozma hujjat bo'lmagan asosda degan ma'noda bo'ladi. Sevimli savoqdoshlar, shunday qilib biz 33-darsning new words and expressions, yangi so'zlar va so'z birikmalari hamda notes on the text, tekst izohatini mana bu shayishlik so'zladik. Kelar qitim biz 33-darsning tekstini so'zlaymiz. Kelar qitimlik darslikchilik, aman bo'linglar. See you next time and goodbye. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.